Osmonlarning eshigin ochib, Parvardigor rahmatin sochib, mo'min dillar mehrini. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, tumanimiz mehmonlari, barchani xonadonida iloyim tiriklik, baxt, saodat hukmronligi bo'lsin. Tumanimizda yanada rivoj bo'lsin. Mana bugun mana shu fursatdan foydalanib barchalaringizni ayyom munosabati bilan tabriklamoqchiman. Tashrifimiz uchun katta rahmat. Xursand bo'ldik. Butun elimizga Alloh yanada o'z rahmatini yog'dirsin. Go'zal mehmoni tashrifingda Ramazon